Qizlar, xullas, bu rozmarin tonik. Buni aytmasam ham уже ko'pchilik xabari bor bu tonikdan. Mana shu tonikni men ishlatib ko'rmoqchiman. Birinchi mana shunaqa qilib yaxshilab chaqatib olamiz. Sochim объемный bo'lib turishini qaranglar. Ishlatayotgan shampunim prям sevaman-da. Kecha sizlarga o'sha shampun haqida ma'lumot berib o'tib ketgandim. Tak, bu spreyman ishlatib ko'rmoqchiman. Bir haftada men sizlarga buni rezultati bilan bo'lishaman. Chunki rosa maqtashyapti. Вообще prям zo'r deb. Sochim o'sgani bilan belimga tushishiga mashincha yetmayapti. Mashincha. Men yana ham uzunroq bo'lishini xohlayman sochimni. Bilasizlar, soch bu ayol kishining ko'rki. Hidi yaxshi. Buni sepasizlar toza, quruq sochga. Ho'l sochga sepsanglar ham bo'ladi, lekin sochinglar toza bo'lishi kerak. Sepsanglar уже rezultatini sezasizlar. Faqat sochinglar toza bo'lishi kerak. Bu Telegram kanalimda bor.